Assalomu alaykum, gilamlar olami YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa Marg'ilon shahar Kombinat bozoridagi joyimizga yetib kelganmiz. Bugungi videoda xudo xolasa oxirigacha ko'rib tursalaring tayyor gilamlar narxlarini birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Shu joyda ko'rib turganlaringizda xudo xolasa har xil assortimentdagi gilamlar bor. Bemalol kelib tanlab olsalaring bo'ladi. Videoda boshdan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin. Xudo xolasa bu yerda sotuvchi akamizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, charchamasdan ishlar yaxshimi? Rahmat. Aka, qanaqa gilamlar ko'rsatamiz bugun? Xo'p, aka bugun birinchi sortidan boshlab aka eng yuqori sortigacha ko'rsatib boramiz. Har xilidan ko'rsatib, har xilidan ko'rsatib tushuntirib boramiz aka. Gilam qanaqa, nimadan tuzilgan deydi aka, hammasini bosqichma-bosqich ko'rsatib boramiz. Bo'ldi, gap yo'q aka. Xo'p, aka, bu gilamimiz. Xo'p, aka. Mana. Qalinligi o'ta qalin. Firmasi Yek firmaniki aka. Ipi akril aka, behijolat. Orqa to'qimalarni ham ko'rishingiz mumkin aka. Ko'rishingiz mumkin. Birorta ashibga ketib qolgan yo'q, oshiqcha chiqib. Tiniqa xudo xolasa, hamma joyi. Klek rahmali yo'q aka, Yek firmasiniki, firmenli narsa aka. Vaqtida aka kvadrat metrini aka xo'p, 110 ming, 120 ming sotganmiz aka bozorga qarab. Hozirda aka skidkalarimiz hali ham davom etyapti. Hozirda mega skidka qilib 1 kvadrat metrini aka 59.800 so'mdan qilib qo'yganmiz. 60.000 so'mdan. 60 ming bag'i, aka. 60 ming so'mdan olsa bo'ladi. 60 ming so'm. Bundan arzoni ham bor aka, bundan qimmati ham bor. Xo'sh, aka. Har xil razmeri bor aka. Endi aka, buni har xil razmeri bor. Bu aka ochganim 3 ga 4 razmeri edi hozircha aka. Xo'p, bu gilamimiz aka. Xo'p, bu gilamimiz razmeri aka 3 ga 5. Xo'p, firmasi avval aytganimda Yek firmaniki aka. Iplari akril, xomashyo Turkiya savmesnik, qalinligi o'rta hol. Qalin ham emas, o'ta yupqa ham. Yupqa ham emas. Xo'p, rosa hozir ro'zg'orlarga, o'zimizga berayotgan, kelinlarni sepini ikkinchi uyiga berayotgan gilamlarimiz aka. Gap yo'q. Xo'p, bularni 1 kvadrat metrni vaqtida aka 140 ming, 130 ming, 150 minggacha sotganmiz aka. Xo'p, hozirda skidka hisobida aka 1 kvadrat metrini aka 62 ming so'mdan olishlari mumkin. 62 ming so'mdan olishlari mumkin. Albatta. Bu razmeri necha aka? Xo'p, bu aka hozirgi danli momentda buni razmeri 3 ga 5. Buni aka 3 ga 3 dan boshlab aka, ya, даже 2,5 ga 5 dan boshlab aka 4 ga 8, 4 ga 9 gacha bor. Har xilidan hamma razmeri bor. Albatta, xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Metrajlilari ham bor aka. Gap yo'q. Xo'p, aka, endi sal qalinlashamiz aka. Xo'p, qalinlashtirganimizda aka hozir rosa modaga kirdi aka, high-techni fasonlar, polisterlar rosa modaga kirgan paytda aka. Gap yo'q. Aka 3 ga 8 gilomimiz aka. Razmeri katta ekan. Albatta aka, ham yangilik narsa, polisterli aka. To'lanishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, aka, bu 26 ni oxirgi nusxa guli aka. Xo'p, bularimizni 1 kvadrat metrini sotyatuvdik aka. 190 ming, 200 ming, 210 minggacha sotdik aka. O'zim sotdim aka. Xo'p, hozirda bularimiz skidkaga tushgan 1 kvadrat metrini aka 112,5 ming, ya'ni 112.500 so'mdan olishlari mumkin. 112.500 so'mdan olishlari. Albatta aka, ko'rishingiz mumkin. Mana yaqinroq ko'rsating aka. Bitta qalinligini ham ko'ring. Qalin aka. Sochlari baland aka. Mayinligi ham mayin. Yangicha fason. Ha, где-то там 5 ga 95 ga 5 aka. 5% sintetikasi bor, 95% tabiiy mahsulot aka. Tabiiy mahsulot zo'r. Buni ham har xil razmerlari bor. Buni ham aka har xil razmeri bor. Gulini ham har xil rasvetkasi bor. Men sizga hozir yana boshqacharoq gulini bitta ko'rsatayta shuni aka. Xo'p, hozir. Mana aka, mayda gulrog'i ham bor-da buni. Mahal kimdir klassika yaxshi ko'radi, kimdir mayda gulliroq narsa yaxshi ko'radi. Yana kimdir yevropeyskiy. Mana aka. Bu gulni ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Rangi ham boshqacha ekan. Rangi ham chiroyli narsa aka. Zo'r. Bu razmeri nechaga aka? Xo'p, buni razmeri 3,5 ga 6 aka. 3,5 ga 6. Buni ham hamma razmeri bor aka. O'sha avval aytganimdek 2,5 ligidan to 4 metrligicha, 5 metrligicha bor даже. Zo'r. Xo'p, aka, endi bundan sal qalinroq variantda aka. Narxi bir xilmi aka pastligi? Xo'p, albatta pastligi bilan kvadrat metri bir xil 112.500 so'm aka. Xo'p, aka, undan qalinroq variantdagi, undan sal yaxshirog'i. Bir pog'ona xolos, jabalat ham emas aka. Xo'p, aka, bu ham avval aytganimdek Yek firmasiniki aka, xomashyo Turkiya savmesnik, Bliss, akril qo'shgan aka. Avval aytganimdek 5% sintetika, 95% tabiiy mahsulot aka. Zo'r. Xo'p, bularni ham vaqtida 220 ming, 230 ming, 250 minggacha sotdik kvadrat metrini aka.
hozirda skidkada aka 1 kvadrat metrni 125 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. 125 Albatta aka. gap yo'q, zo'r. Xo'p, 125 aka yana ham qalinlashtiramiz. Endi Mhm. kelinlarni sepiga mehmonxonalar bo'lib narsa ko'rsataman aka. Bundan ham qalin. Ha, albatta og'irroq. Gap yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin buni ham aka. Xo'p. Bu razmeri aka 3,5 ga 6,5 metr. Haqiqiy qalin shekilli aka. O'ta qalini. Qalini. O'zim ham hasratib qo'ydi aka, ko'rdingiz. Xo'p, aka buni qalinligiga bitta e'tibor Bitta bering, qo'lingiz aka. bilan bosib Bitta ko'rsating. ko'ring-da aka buni qalinligini aka. Даже tagini ocholmaysiz aka, uni yirishini ko'rolmaysiz. Zo'r. Sochlari qalin, yonlari ko'rinli aka, behijolat. Buni ham aytganimdek, o'zimiz to'shak ilon deymiz aka bunga. O'sha nom qo'yib olganmiz. O'zi qalinligi juda qalin. Popuyli ekan. Albatta, yonlari popuyli, ko'rinli narsa aka, xomashyo Turkiya aka. Savmesniy ish aka. Xo'p, bularimizni qisqaroq qilaman, kvadrat metrini aka, bularni 290 ming, 300 ming, 310 minggacha sotdik. Hozirda aksiya narxida 1 kvadratini aka 162 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. 162 ming so'm Albatta. xohlasa xarid qilib olishlari mumkin. Gap. Buni ham har xil razmerdagisi bor aka, 2,5 ligidan avval aytgandek 5 metrligicha bor aka. Har xili bor. Kelsa Hamma razmeri bor. Albatta, metraji ham bor, gotoviy gilomi ham bor. Bir xilda qilib solaman deysiz, daroshkalari ham bor. Daroshkalari ham bor. Gap yo'q, zo'r aka. Biz qanaqasini ko'rsatamiz Xo'p, endi aka? aka, keyingisiga keladigan bo'lsak, bu ham qalin, o'ta qalin gilom aka. Mana. Og'irligidan o'zi bilib olasiz. Albatta aka. Og'irligi ham aka ancha kilo bosadi. Ochib yuboring alhamdulillah. Xo'p, aka buni ham qalinligini ko'rishingiz mumkin. Aytlar aka, mana ko'rsating aka. Yaqinroqdan aka. Bu ham juda zo'r narsa aka. Hozir rosa trendoviy svet aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz, siniy svetlar hozir rosa trendga chiqdi aka. Gap yo'q. Xo'p, aka, bularimizni 1 kvadrat metrini aka 190 ming, 180 ming, 200 minggacha sotdik aka vaqtida. Xo'p, hozirda kelib bitta narsani aytmayapman boshidan beri, gilamlar olamiga podpiska bo'lgan bo'lsa, like bosib, kuzatib turgan obunachilarimizga aka, hozirda 1 kvadrat metrini aka 105 ming 2 so'mdan qilib qo'yganmiz. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Buni ona aka soni chegaralangan, bu narsani aytib berdik. Именно shu kачествоdaginiki, chunki o'ta qalin narsa, taydagilardan ham nisbatan qalin. Lekin aksiyaga sal ko'proq tushdi bu. Xo'p, tagdagilarga 20%, 30% bergan bo'lsa, bu 40% aksiyada hozir danniy moment. Mana shunaqa holatga to'g'ri kelib qoldik hozir aka. Xo'p, aka bundan tashqari keling, ko'rsatishimiz mumkin. Buni ham har xil razmerlari bor. Albatta, buni ham har xil razmerlari bor aka, 2,5 dan to 5 metrligacha aka. Ko'rsatishingiz mumkin. Mana bog'larda hamma razmerlari bor. Ko'rsatgan gilomlarimni 3 metrligi, 3,5 metrlik, orqa 4 metrlik. Xolasa mana bunaqa arzonroq metrajli gilamlarimiz ham, variantlarimiz ham, o'tmi poloslarimiz yangi keldi aka, hali ochib ham yurganimiz yo'q. Xabar kelyapti aka. Xo'p, bularda 1 kvadrat aka, ikki xili bor. O'zimiz arzon eski palaslarimiz, o'yma palaslarimiz kvadrat aka 18 ming so'mdan. Bulardiki. Da, 1 kvadrat 18 ming so'mdan. Xo'p, bunaqa printer poloslarimiz bo'ladigan bo'lsa aka, bunaqa gulli poloslarimiz kelgan aka, ham yangilik bo'lyapti. Toza bozorga aka, qalinligi ham o'ta qalin chiqdi. Xo'p, bularimizni 1 kvadrat metri bo'lsa aka 32 ming so'mdan qilib qo'yganmiz aka. Albatta. Gap yo'q. Like, podpiska bosib kelishgan bo'lsa albatta. Kelsa, tekshirib olinadi. Albatta ko'rib olinadi aka. Daroshkalarimiz endi 80 dan tortib 2,5 metrgacha bor aka. Hamma xilidan albatta aka. Undan tashqari bunaqa tafting poloslarimiz aka. Bularda ham 80 santimetrdan 4 metrligacha bor aka. Xili turibdi mana hammasini aka. Bularimiz ham kvadrat metri 1 kvadrati 52.500 so'mdan aka. Standart bemalol kelib tanlab olishaveradi. Dastavka xizmati West vodiy bo'yicha bor. O'lchash, kesish, o'rnatib berish, tikish hammasi bepul aka. Undan tashqari aka, bizdan bir dona gilom xarid qiladigan bo'lsa, albatta eshikdagi daroshkalari, bonuslari qo'shib beriladi. Agar kelinni sepiga xarid qilishadigan bo'lsa, kelinga, kuyovga alohida joy namoz va eshikdagi daroshkalar bonus qo'shib beriladi aka. Xo'p, bu tomonda endi asosan qalinroq metrajlarimiz, naryoqda ko'rsatgan gilomlarimiz qalinroq metrajlari aka, ko'rishingiz mumkin, ko'rsatishingiz mumkin. Har xilidan bor aka. Bu yerda ham xili bor aka. Даже 5 metrligacha bor. Hozir 5 metrli rulon metrajni topish juda qiyin aka. Lekin bor bizda. Lekin bizda bor aka. Bizda bor. Hammasidan bor mana aka. Xilini ko'rsatishingiz mumkin. 5 metr. Hammasi egzotiniki aka. O'rtasida etiketkalargacha turibdi aka. Ochilmagan pachkalargacha turibdi. Zo'r ekan bo'lmaylar. Daroshkalarsiz daroshkalar. Albatta, kelishsa olishsin bo'ldi. Aka hozir danniy moment
Gilomni olib bosib oladigan payt bo'lib qoldi. Gilomchi bilan gilomchi raqobat qilyapti, ba'da maza qilgan xaridor bo'lyapti. Xolos xolos gap yo'q. Lekin nima, xalq uchun aka, hamma narsa xalq uchun kelishsin, bemalol xarid qilinsin, yolg'on yo'q. O'zimiz shetda bo'lamiz, 24 ga 7 o'zimiz shetdamiz aka. Olib borib chiroyli qilib solib, ishlarni bitkizib beramiz aka. Gap yo'q. Metraj desa metraj, gatoviy gilom desa gatoviy gilom. Даже mana ochilmagan gilomlarimiz upakovkada turibdi, yangi keladi. Ular kesalar ochib beradi. Bir haftada kamida 2-3 marotaba yuk tushiramiz. Bemalol kelishsa, gilomlarni va pachkalardan ochib, aytyapman aka, arzonidan aka, qimmatigacha bor aka. Har xilidan. Har xilidan. 200 mingdan to aka 10 million, 15 milliongacha gilomimiz bor. Hali faqat arzon gilomi bor ekan, bularda qimmati yo'q ekan. Hali olib tarog'idan solaman degan odamlarimiz uchun ham даже mana siz bittasini ko'rsataman aka, mana turibdi aka. Juda qalin gilom, Eron kачествоda aka. Qalinligi vashi zo'rmi aka buni? Bu aka og'irligi ham yaxshi. Og'irligi aka, mana shu gilomda o'zi bir где-то bir 150-200 kilo chiqadi aka. Gap yo'q. Aka, qalinligini ko'rsatishingiz mumkin aka. Qalinligini bir qo'lingiz bilan ushlab ko'ring aka, o'zingizdan aka. Yo'llari ham kojinli aka. Gap yo'q. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin aka mana. Gulini orqadan ko'rishingiz mumkin aka. Gulni ham orqadan ko'rish. Behijolat aka gilom. Gilomning og'irligi ham og'ir, albatta aka. Xo'p, aka zichligi aka 2200 zichlikda to'qilgan aka. Yek firmasiniki aka. Buni ham aytib qo'yamiz aka, bu ham skidga tushgan, bunga ham skidga bor aka. 1 kvadratini aka 350 ming so'mdan sotganmiz. 350 mingdan 350 mingdan. Rosa hozirgi paytda yarim narx, ya'ni 175 ming so'mdan kelib do'konimizdan xarid qilishlari mumkin. 175 ming. 175 mingdan. Buni daroshkalari ham bor aka mana. Ha, mana daroshkalari bir xilda qila olaman deganlar. Albatta. Gulini har xili bor. Buni ham razmerini oldin aytmoqchi. 2,5 dan aka 5 metrligigacha topib beriladi. Hammasi. Eng kichkinasidan kattasigacha bor. Albatta aka, hammasidan bor. Gap yo'q. Kam bo'lmaylar, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqangiz qo'yasizlar. Aytib o'tgandek, vodiy bo'ylab dastavkasi, o'lchash, hamma narsasi. Albatta aka, hammasi besplatni aka. Hammasi besplatni. Videoda oxirigacha ko'rib tursalar ham, videoda oxirida manzilimiz ham ketadi. Videoga bitta like bosib, xudo xolasa gilomlar olamiga kelaverasizlar. Manzilda yana bir marta qaytarib aytib qo'yaman. Marg'ilon shahar Kombinat bozorining ichida bo'lyapti. Oxirigacha ko'rib tursalaring, manzilimiz ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Manzilimiz Kombinat kardinkasi, Kombinat shirkati O'rishaga kirganimizdan keyin bitta bayram shashixonasi bor, bitta Saxovat market bor. Saxovat marketdan aka to'g'ri ketganingizda chap qo'ldagi gilam magazinda skidlar davom etyapti. Mana shu yo'ldan kelganlarda mana kelyapsizlar aka, bitta butkamiz bor. Aka butkamizda shuni chap qo'lga bitta burganingizdan keyin aka mana biz aka gilam mazamiz, mana shu yerda skidkalar, bombalar, zo'rlar bo'lyapti.